Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va obunachilarim. Men yana Universal kanalimda uchrashib turibmiz. Efirdaman Olimjon. Bugun 15-iyul 2026-yil. Yozni 2-oyi, iyul oyi juda issiq bo'lyapti. 15-iyundan 20-iyungacha ob-havo juda issiq bo'ladi. 40 gradusdan 48 gradusgacha havo isiydi. Shu kunlari yoshi katta odamlar, keksalar va yosh bolalarni iloji boricha ko'proq xonadan chiqmay uyda bo'lgani ma'qul. Musulmon xalqimizning eng yaxshi ko'rgani ichimligi bu ko'k choy. Shu kunlarda ko'k choylarni achchiqqina qilib bankalarga damlab sovutib qo'yish kerak. Chanqog'i yaxshi bosadi va foydali. Suv xodimlariga murojaat qilamiz. Shu 15-iyuldan 20-iyulgacha iloji boricha ko'p nasoslarni o'chirmasalar va kranlarda shu kunduz kunlari suv bo'lsa yaxshi bo'lardi. Yana efirda uchrashgancha xayr, hammalaringga sog'lik, salomatlik tilayman.